Dunyo asosan suvdan iborat, lekin suv muammo. Dunyoni qo'yib turing. Jahon resurslari instituti hisobotiga ko'ra, O'zbekiston 164 ta suv muammosiga uchragan davlatlar ro'yxatida 25-o'rinda. Tadqiqotlarga ko'ra, O'zbekiston o'tkir suv tanqisligi kuzatilayotgan 27 ta davlat ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonning gidroenergetika resurslari butun respublika hududining bor yo'g'i 4,92% ni tashkil etadi. O'zbekiston yiliga 50-60 kilometr kub suvni sarf etsa, shundan atigi 12,2 kilometri respublika hududi, qolgan qismi esa tashqi resurslardan shakllanadi. Yana qancha fakt kerak? Agar fakt bilan vaziyatni o'zgartirish mumkin bo'lsa, fakt bilan dunyoni to'ldirish mumkin. Ammo raqamlar bilan chanqoqni qondirib bo'lmaydi. Keling, suvni, ichimlik suvini borida qadrlab, undan ko'r-ko'rona foydalanishga chek qo'yaylik, hamda bunday holatlarni ko'rganda befarq bo'lmaylik.